Mana bugun 19-aprel kuni ertalab soat 7 yo'lchamasi qora rangli davlat raqamsiz harakatlangan Gentra avtolovi o'zi bilan bir harakatlanib kelayotgan Damas rusumli avtotransport vositasiga texnik shikast yetkazib, voqea joyidan yashirinishga harakat qildi. Holat bo'yicha ushbu avtolovga ovoz kuchaytirgich, ya'ni ro'par orqali to'xtash ishorasini berganimda avtolov keskin harakatlanib, yo'nalishini o'zgartirdi va chorrahada turgan bir necha inspektorlarning ham qonuniy talabiga bo'ysunmasdan yo'nalishini Bunyodkor ko'chasida davom ettirdi. Ratsiya orqali kelib tushgan xabar asosida transport vositasini ortidan kelganimizda ushbu transport vositasi o'zi bilan harakatlangan yana bir necha transport vositalariga shikast yetkazgan holda Bunyodkor ko'chasi aynan metan gaz zapravkasi qarshisida to'xtab turganligi aniqlandi. Voqea joyida haydovchini hujjatlari, avtoulovni ko'zdan kechirganimizda, demak haydovchida haydash huquqini boshqaruvchi me'yor hujjatlari yo'qligi. Bundan tashqari, transport vositasi salonidagi fuqarolar yonida turli narkotik vositalarga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limidan qo'shimcha yordamchi kuchlarni chaqirib, tezkor guruhlar yordamida hujjatlarni rasmiylashtirdik. Qaytarilmaydi, boshqani qilmaymanman. Kecha ichganman, nechidasiz kecha? Kecha bir ana ichmayman, birdan. Rulga qachon o'tirdingiz bugun? Soat nechda o'tirdingiz? 7 shunaqa. Men to'xtamadingiz, qo'ysangiz. To'xtamadim, qaytadi. Kim aytdi uni? Rulni yoqqa burildi o'zi. Yo'q. Men shuncha tinch aholi ustiga borib mashinani haydayapsizlar. Aka to'xtaylik deb qo'rqib ketdim, to'xtadigan qo'ymadi. Haydovchilik guvohnomangiz bormi? Yo'q. Nima haqqingiz bor rulga o'tirishga? Haydovchilik guvohnomasiz deb turib. Boshqani qilmayman. Shuncha odam shikastlandi, shuncha mashina shikastlandi. Kecha Sabinani uyga yiqildik. Mehmondorchilikka 5-6 ta qiz. O'tirdik, ozgina spirtni bo'ldi. Ozgina Sabina ichgandi. Chin ko'ngildan uzr so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Oxirgisi shu. Transport vositasi menga tegishli adam nomlari. Adam nomlari. Yashnidan ham pushaymonmiz. Ijtimoiy tarmoqlarda davlat raqamlarsiz qora Gentra mashina haydovchisi o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib, qarama-qarshi harakatlanib, bir necha transportchilarga ham shikast yetkazgan holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan dastlabki tergov surishtiruv harakatlari olib bormoqda. Haydovchi va barcha yo'lovchilar ayni paytda Chilonzor tumani ichki ishlar organlarining faoliyatini uchun boshqarmaga olib kelindi. Yurtdoshlarimizdan belgilangan qonunlarga, qoidalarga rioya qilishlarni so'rab qolamiz.